har xil dispenserlarni bozorlardan, distributorlardan, даже Xitoydagi narxidan ham arzonroq qilib beraveraman. Sharabarada terilgan kimlardandir qolib ketgan kullarlar emas, hammasi yangi bo'ladi, massli pochkada. Misol uchun Tisel brendini ikkita padachada suv tushirib beradigan $100 sotilayotgan shunaqa yonida Pavrijdon holatda kelib qolgan kullarlari $30dan. Zifler brendidan 3 ta padachali, tegida xolodilnikli $110 sotilayotgan shunaqa kullarlar, shu yerda shunaqa plastmassasi sinib qolgan, bor yo'g'i $33dan. Asl narxi 1,5 milliondan qimmatroq turadigan, hammasi kompressorda ishlaydigan, bor yo'g'i kamchiligi oynasi sinib qolgan shunaqa kullarlar hammasi $49dan. Hozirgi kunda $160gacha sotilayotgan, bor yo'g'i 50 ming, 100 mingga panelini almashtirsangiz yengidek bo'ladigan kullarlar $19dan. Xolasanglar nijniy zagruzkali, xolasanglar tibarli, xolasanglar xolodilnikli, xolasanglar oddiyrog'idan, xohlaganingizcha sota olasizlar. Ko'ryapsizlar, soni kam emas, yetarlicha, lekin bularning sonidan turi ko'p bo'lganligi uchun, narx-navolari har xil bo'lganligi uchun Telegram kanalga bittama-bitta live video qilib hech qat'iy narxda qo'yaman. Telegram kanalga o'tib, xushyor tursanglar, o'zingizga yoqqan dispenserlarni hech qat'iy narxda sota olasizlar.